Bugungi mavzumiz ham qiziqarli, ham mazali. Shaurma sotuvchisi. Bu bironlar sizga ko'chada taom buyurtma qilishda, sotuvchi bilan muloqot qilishda va buyurtmangiz qanday tayyorlanishini tushuntirishda yordam beradi. Продавец. Sotuvchi. Продавец shaurma готовит очень быстро. Shaurma sotuvchisi juda tez tayyorlaydi. Острое, не острое. Achchiq. Achchiq emas. Мне, пожалуйста, одну среднюю, не острую shaurma. Iltimos, menga bitta o'rtacha, achchiq bo'lmagan shaurma bering. Добавить. Qoshish. Можно добавить побольше соуса. Ko'proq sous qo'shish mumkinmi? С собой. Olib ketishga. Вам здесь или с собой? Мне с собой, пожалуйста. Sizga shu yerdami yoki olib ketishgami? Menga olib ketishga iltimos. Сколько с меня? Qancha bo'ldi? Очень вкусно. Сколько с меня за 2 shaurma? Juda mazali ikkita shaurma uchun qancha bo'ldi? Agar sizga biror masallik, masalan, bodring yoki pomidor kerak bo'lmasa, shunchaki bez so'zini ishlating. Без помидор, без капусты. Помидорsiz va qaramsiz. Сделайте, пожалуйста, без лука. Iltimos, piyozsiz tayyorlang.